2 xonali va 3 xonali xonadon proyektini ko'rsatib chiqqan. Xuddi shu briz loyihasi kiraverishda smart home sistemasi. Xo'sh. Xo'sh, bu yerda yana smart home. Xo'sh, kiraverishda o'ng qo'lda и mana bu blanko. Hozir Dubayda trendiga chiqqan rang blanko hisoblanadi. Bu esa gостевой sanuzel hisoblanadi. Mana ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana, mashalloh. И mana shunday turdagi nimalari bor. Mana. И oshxona. Bu oshxonani mana bu to'g'dan yana yopsa bo'ladi. Bunday qilib, nima hidlar chiqmasligi uchun. Xo'sh, undan tashqari, xo'sh, bu esa o'sha maid room deyiladi. Ko'rib turganingizdek, o'zini alohida sanuzellar bilan birga xizmatchi xona. Xizmatchilar uchun mo'ljallangan xona. Bu esa yana bitta xona, master bedroom hisoblanadi. Televizorlari bilan, hamma jihozlari bilan birga beriladi. Mana marhamat, ko'rishingiz mumkin. Shunaqa deep estetika bilan chiroyli qilib bezatilgan. Rakushkachalari bilan birga. И men sizlarga yana bitta последний xonasini ko'rsataman. Mana marhamat. Xo'sh, unda ham отдельно o'zining sanuzeli bor. Barcha jihozlari bilan birga topshiriladi. Mana, mashalloh, chiroyligina. Assalomu alaykum. Xo'sh, ko'rib turgan bu loyihamiz aynan yuqorida o'zi ko'rsatilgan briz loyihasi uchun shu apartamentlar edi va bu proyekt